Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan bugun men Javo. Bugun men videomda ikki do'stim bilan video chiqaraman do'stlar. Agar sizlarga shu videom yoqsa like bo'lib, obuna bo'lishni unutmang. Hozir. O'zimizga to'g'ri bo'lamiz do'stlar. Va boshladik. Uyning yarmigacha kelib turgandik biz. Tepaga chiqib olmasam qiyin bo'lyapti nimagadir. Asta tepaga chiqib olamiz bir. Yaxshi. Bo'ldi endi. Qani Edachi. Yaxshi. Bro qayerda ekan? Bro, bo'lmasa biz hozir uy quramiz o'zimizga. Bu qishloqni uylari shim bo'lmaydi. Bu musur uylardi bu. Bu shim bo'lmaydi. O'zimiz hozir yana uy quramiz. Pas versiyaga o'ynayapmiz do'stlar. Pas versiya yaxshi deb o'ynayapmiz-da. Pas versiya endi pro yaxshi. Tak, endi konga tushamiz. Kon. Shu taraflarda menga shekilli kon bor. Konga tushdan avval yonimizdan temir chiqisham bo'lishi uchun o'zimizga bir ikkita temir tosh olib olamiz. Toshli o'zimizga kirga aytamiz. Toshli kirga aytsak yaxshiroqda, endi yana bir ikki muammolar ham bo'lishi mumkin-da. Toshli kirga baribir yaxshi. Tak, yaxshi. Ketdim endi o'zimga toshli kirga aytayman. Salom quloq olg'a. Qon ochdi-ku. Tezda ovqat tayyorlamasa bo'lmaydi. Yo bro, ovqatingiz yo'qmi? O'zim ovqat bering. Qorin och qoldi. Ovqatingiz yo'qmi? Ovqat. Bu biroda menga shu ovqat bor. Bor ekan. Bilardim bu. Yaxshi, normal. Bu biroda ovqat bor ekan. Yo, temir topdingizmi? Ajoyib. Yo, buni taxta bilan bo'lmaydi. Ha. Taxta bilan bo'lmaydi. Tak, yaxshi. Bro temir topdi. Tak, o'zimizga ko'mir kovlaymiz. Ko'mir buni pishirishga yordam beradi. Yaxshi. O'zimizga tandir yasaymiz. Tandir uchun kimga kerak? Hatta ikkita ko'mir qo'yib, ikkita temir qo'yamiz va pishirib olamiz do'stlar. Ajoyib bo'lyapti. Birinchi marta yaxshi, lekin tun bo'lib qolyapti. Shu tun bo'layotgani o'zi yomon-da. Qanday qilamiz? Zombilar ko'p. Zombilar bilan urushib chiqamiz bro. Shunday qilamiz. 2002. Nasıl? Ya boshladingiz, qo'ydingiz. Yaxshi. Normali. İkinci bro qayerda ekan? U bro. Kimdir bormidi? Qo'shilmagan ekan o'yinimizga. Yaxshi. Tak. Ovqatimiz bor. Qo'limizda sabzi. Endi erta bo'ldi. Kutamizmi yoki erta birinchi bo'lsinmi? Yaxshi. Demak, bunda uyga kiramiz. Yo'q, salom. Odam bormi? Yaxshi. Tovuqni go'shtini yesak bo'ladi. Yaxshi. Juda ham yaxshi ketyapti o'yin. Konda nimalar bor ekan? Ichki konda. Tak, ichkariroq. Yo, temir topdim. What's up do'stlar? Temir topdik-ku. Temir topaman deb hech o'ylamagan edim. Yaxshi, mayli, bu birinchisiga bo'lib turadi. Hozir bu videoning ikkinchi qismi ham bor do'stlar. Tak. Boshqa joyga fakel yo'q ekan. Yo. Pastga chiqib qoldik. Toshlarimiz bor ekan, bo'ldi. 100 bo'ldi do'stlar. Endi biz qanday kechasi bilan endi urushib chiqmasmiz. Urushib chiqmaslik uchun mana birinchi mehmon keldi. Oshmi yoki fantimi? Turna tushdi bu. Hech bilmasdim zombidan bunaqa tushini. Yo, what's yaxshi, bo'lmasam kun bo'lishini kutaman. Kuchaytiradi. Hozir ham kun bo'lmaydi. Mayli, kutamiz. Men uyga kiraman. Shunday bir ertalab bo'lishini kutamiz. Shunday yuz qilamiz. Mana do'stlar, bizning
birinchi kunimiz ham o'tdi va ikkinchi kunimiz kechasi bilan urushib chiqdik biz. Men shunday uyga yashin bo'ldim. Johnny game kirdi. No yaxshi. O'zim bitta o'toq bor edi. No yaxshi. O'zimizga ovqat yeymiz. Siz nima qilyapsiz hozir? Biz axir kuchayishimiz kerak. Yo, yaxshi parkurlar qura olaman axir. Parkurlar bo'yicha chempionat ligasiga borgan birinchi qahramonimiz javob prezident. Prezident yomon ham ko'rga beriladi. Yaxshi. Bizga daraxt kerak emas. Qo'layman. Biz hozir uy qurishimiz kerak. Uy qurish uchun bizga topor kerak. Topor uchun esa taxta kerak. Shuni qo'yib topor taxta esa bo'lamiz. Bro, sizda versak yo'qmi? Ona berdi. Oo, deb to'g'ri turdim. Sekund bitta. Ha, topor. Taxta bilan nima edi? Ha. Tosh bor ekan. Yaxshi. O, X-ray. Taxta yoldirdim. Normali. Zo'r ketyapti hozir. Hozir o'zimiz uy qurishimiz kerak. Uyimizni necha daqiqada qurib bo'lamiz, bilmadim. Yana o'zim ham bilmayman. To'g'ri bo'lsa kerak. Yaxshi. Tak. To'g'rilab oldik. Joydan bir to'g'rilab olamiz. Tak. Bunchani biz hozir sindirdim. Bundan so'ng bu yerni ham bir sindiramiz. Sindiramiz. Va ishlarimiz 1-2 bo'ladi, ikkisi bilmaydi va hatto zo'r bo'lish kerak. Video zo'r chiqishi uchun odamda ko'p vip hammasi endi uylar yasash kerak. Uylar bir qishloqda yashab qolish fikri keldi. Men hozir veritni ham chiqarmoqchiman 26 versiyaga, ya'ni ham versiyaga ham verit demodi. Qo'rqinchli mod horror. Ham horror. Bir qutidan tushib keyin sizlarga bir voy qilib gapirib keyin vijvaniya qilib tashladi. Keyin rasvoy jonda bo'laram. Ana topor. Yo'q, topor o'zimga. Uyni necha qilyapsiz shoning? Hozir men to'g'rilab beraman. Uyni mana bunday qilish kerak. 1 2 3 4 5 6 7. 7 bo'lsa bo'ladi. 7 bo'lsa bo'ladi. Mana shunday qilamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Böyle 9 gacha bo'lsa bo'lar ekan. Faqat tekis tagi bilan bo'lish kerak. Yaxshi. Yo'q, bo'l 100. Dahshat. Bu yerdan ham tortib boramiz. 1 2 3 4 5 6. Bitadimi bu? Tekis qo'yman dedim. Chapag'aylarga o'xshab chapag'ayman. Dahshat qo'ydim. Shunga uy qo'yishni kimam ishga oladi. Yo'q, bunaqa emas edi. Mendagi zo'rni ham ishga olishlar kerak. Hazırla. Tak. Bu necha blok? Tashqarida bro. To'g'riga borish kerak. Mana shunaqa. Mana shu yerga to'g'ri keladi. Yaxshi 1 2 3 4 5. Taxta yetmay qoldi. Taxta madani daraxtning poyalari. Skelet nima qiladi? Wow, skelet. Yallah. Shunday ham kuchli bo'ladi ular. Shuncha tiloj. Ovqatimizni yeb olamiz. Yeb olmasak o'lib qolamiz. Shu bilan o'lib qolishdan foyda yo'q. Tak, yaxshi. Yaxshi.